Mirtemir Tursunov o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, shoir, tarjimon va adabiy jamoatchilik arbobi. U 1910-yil 30-mayda Turkiston shahri yaqinidagi Iqon qishlog'ida tug'ilgan. Mirtemir Pedagogika akademiyasining ijtimoiy adabiyot fakultetini tamomlagan. Uning she'rlari urush yillarida yozgan Vabo, o'ch, bu mening vatanim, ona shahar, dengiz bo'yida kabi she'rlarida dushmanga nafrat va vatanparvarlik tuyg'ularini ifodalagan. Mirtemir O'zbekiston SSR xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan. Shuningdek, Berdaq nomidagi davlat mukofoti, Hamza nomidagi davlat mukofoti vafotidan so'ng O'zbekiston Respublikasining buyuk xizmatlari uchun orderi berilgan. Mirtemirning adabiy merosi bugungi kunda ham o'zbek adabiyotining muhim qismini tashkil etadi.